Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Ko'pchilik so'rashibdi, qanaqa boqiladi, nima beriladi, necha mahal beriladi. Bugun qisqacha sizlarga aytib o'taman. Xo'p, ertalab sahar taylarini tozalab suv beriladi. Xo'p, suv berilgandan keyin bizga tayyor yem olib kelib berishadi, o'zini bazasidan tayyorlab. Xo'p, yem beramiz ertalab soat 8 larda. Xo'p, shu bilan oqshom kechki payt soat mana 6 larda yem olib kelishdi. Xo'p, unga qadar yana suv beramiz. Bir kunda 2 mahal suv, 2 mahal yem. Xo'p, yemini tarkibida men bilganlarim maydalangan somon press drabilkadan chiqarilgan holatda apparatga tashlanadi. Uni ichiga qo'shiladigan narsalar kepak, kunjara, silos, keyin o'zini salafan qopda, maxsus qopda, salafan qopda bo'lar ekan. Sholg'om deyishdi, yana bilmayman. Yana bilganlarimni sizlarga aytyapman. Mana shu holatda tayyorlab olib kelib berishadi. Mollarga beramiz. Ishtahasi yaxshi. Ozgina suv qo'shiladi bunga. Mana shu holatda tayyorlanadi. Mana somon ichida kepak, bug'doy, makkalarigacha bor mana. Silos. Mana shu holatda olib kelishadi, beramiz. Ishtahalari yaxshi yeyishadi, qoldirmasdan. Shu bir kunda 2 mahal suv, 2 mahal yem. Rejim, faqat rejimda. Xo'p, bu firmamiz yana bir marta aytib o'tay, bilmaganlar bilib olsin. Biz cho'pon bo'lib Turkiyada shu mollarni boqamiz oylikka. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bittadan like bosib qo'yasizlar.